bo'lmaydi bu joyi. Keyingisi laborator tekshiruvlar. Laborator tekshiruvlar, ya'ni bemorimiz mana shu bizning klinikamizda topshirgan hamma analiz javoblarini bu yoqqa biriktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bunda hech qanaqa muammoga duch kelmaymiz. Laboratoriya tekshiruv tahlil qo'yish tugmasini bosamiz va mana bemorimiz topshirgan analizlarimizning ro'yxati, keraklilarini ro'yxatdan tanlab chiqamiz. Tanlaganimizdan so'ng pastda xuddi e, ko'riklardagi kabi pastda yig'iladi tanlaganlarimiz. Keraksizini bu yoqdan turib ham olib tashlashimiz mumkin bo'ladi yoki bu yoqda o'zidan. Va oxirida qo'shish tugmasini bosish orqali biz laborator tekshiruvlarini ham o'sha imtiyozli yo'llanmani chiqaruv epikriziga biriktirib qo'ygan bo'lamiz. Va har bitta tanlangan analizni oldida plus knopkasi bor. Demak, bitta bosib ochadigan bo'lsak, bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Tahlilning nomi, natijasi, topshirgan sanasi, birlik o'lchovlari, referans oraliqlari va o'sha shifokorimiz, yuborgan shifokorimiz. Bu yoqda hozir testoviy bo'lganligi uchun bitta analiz ichida bittagina parametr, sizlarda masalan umumiy qon tahlili bo'lib, ichida masalan 19 ta, 21 talik parametrli analizlar kelib tushadi. Va pastga tushadigan bo'lsak, tayinlov oynasiga mana shu bemorimizga qanaqadir davolash yozib bergan bo'lsak, kurs lecheniyalar yoki dori vositalari o'shalarni yozamiz. Bemorimizga qilingan tavsiyalarimizni yozamiz va oxirida fayllar oynasida agar bemorimiz mana shu laboratoriya analizlarini o'zimizni klinikada emas, deylik bir xususiy klinikada topshirib kelgan bo'lsa yoki xususiy klinikada yotib davolanib chiqqan bo'lsa, o'shani fayllarini elektron shakli bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam xususiy klinikadan rentgen snimkalarini olib kelgan bo'lsa va hokazolarni elektron shaklini biz fayl qo'shish tugmasi orqali biriktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha yo'llanma yaratishimiz uchun. O'sha yo'llanmamizni ichida turadi bu. Demak, tanlaganimizdan so'ng ichidagi ma'lumotlarni yana bir ko'zdan tekshirib chiqamiz. Hammasi to'g'riligiga amin bo'lganimizdan so'nggina saqlash tugmasini bosamiz va haqiqatdan ham yo'llanmani saqlamoqchimisiz? Saqlangandan keyin yo'llanmani tahrirlash imkonsiz. Ya'ni bu yo'llanmani tuman tor soha mutaxassisiga boradi avtomatik. O'sha tuman tor soha mutaxassisi ko'rib bizga qaytarib to'g'irlashni yubormaguncha o'zgartira olmaysiz. Ha saqlash tugmasini bosamiz va bizning yo'llanmamiz demak ko'rib chiqish uchun tuman tor soha mutaxassisiga ketdi. Tor soha mutaxassisidan davom ettirishimizdan oldin yo'llanmani yaratish bo'yicha savolinglar bormi? Savolinglar bo'ladigan bo'lsa bitta-bitta navbat bilan berishinglar mumkin.